Assalomu alaykum. Muqaddimat Motor kanali qatnashchilari. Bugun kunga 6 dekabr 2022 yildagi ikkinchi kunda kurslar bilan sizlarni tanishtiramiz. Bizdan olsanglar bugun Muqaddimat kichkina qor yog'di. Sovuq kun, sovuqligina qaramay kurslarda qanchalar ekan bilib beradi. Bizdan olsanglar like bos kommentar yozib qo'yinglar. Motorni negativ yozinglar. Hozir kompaniya moqar qancha ekan shu yerda ko'ramiz. Assalomu alaykum motorlar. Bardagi banklar birda ekan. Hozir biz birinchi kompaniya banka geldik. Kompaniya bankda 84 so'm dollar, 89 so'm euro, 1 so'm 35 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, rubl sal arzonlab ketdi tuğanlar. Qanchalik bo'lganini ko'tarib qolishi mumkin. Hurmatli tuğanlar, bu yerda euro sal qimmatroq ekan. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Birinchi biz dollar aytsak 83 so'm 50 tiyin dollar, 90 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 35 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar. Hurmatli Finka banka geldi. Finka bankda 84 so'm 84 so'm 50 tiyin dollar, 89 so'm euro, 1 so'm 35 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar. Biz hozir Ekoslom banka geldik. Hurmatli tuğanlar. Ekoslom bankda 84 so'm 20 tiyin dollar, 88 so'm euro, 88 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 35 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar. Hurmatli tuğanlar, yolda avaylab жүрміз. Yol tayqaqroq. O'zingizlar avaylanglar. Muqat shahrida biz bugungi kun bilan kursni аяқтадық. Bardық banklarla birde ekan. Bir 5 tiyin 10 tiyin qimmat yerlerde de var ekan. Bardıq birde ekan почти. Ayniqsa euro 5-10 tiyin qimmat yerleri var ekan. Qanchalar kurslar birde ekan. Rubelderch sizlarga baringizlarga egilib qolayım. Bugungi kuningizlar yaxshi o'tsin. Bizga nolsa like bos kommentar yozinglar tuğanlar. Bugun Nokat shahrida kun sovuq, qor yog'di, kichkina biraz. Sho'ga qaramay kun sovuq. Baringizlar uyingizda chiroyli bo'lsin. Yo'lga chiqsangizlar ehtiyot bo'lingizlar, hurmatli haydovchilar. Yo'llar muz, tayqoq, o'zingizlarga avaylangizlar, hurmatli tuğanlar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Nokat kanalida sizlarga xizmat qiladi. Hoşçakalın, çoğunuzlar aman bo'lingizlar.